Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz elektron scoring tizimi ishga tushirilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Elektron scoring tizimi ishga tushiriladi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-sentyabrdan davlat xaridlari maxsus axborot portalida xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisining faoliyatini idoralararo axborot almashinuvi orqali avtomatik tarzda baholash imkonini beruvchi elektron scoring tizimi ishga tushiriladi. Bunda elektron scoring tizimi vositasida ishtirokchilarning davlat xaridlaridagi yuqori, o'rta, past va eng past ishonchlilik darajalari beriladi. Yuqoridagilar asosida quyidagi rag'batlantirish choralari ko'riladi. Yuqori ishonchlilik darajasiga ega ishtirokchilar uchun zakalat to'lash talab etilmaydi. Eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdolarida ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan takliflarga ishonchlilik darajasiga mutanosib ravishda qo'shimcha ball beriladi. Davlat xaridlari sohasida eng faol tadbirkor tanlovda davlat xaridlaridagi ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan davlat xaridlari ishtirokchilarining nomzodlari qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, davlat xaridlaridagi ishonchlilik darajasi past va eng past bo'lgan ishtirokchilarning xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etishiga ruxsat etiladigan davlat xaridlarining yuqori qiymatiga nisbatan me'yorlar belgilanadi. Bepul onlayn o'quv kurslari orqali malakasini oshirish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.